Yangi yil bayramida qor yog'adimi? O'zgidromet 29-dekabrdan 1-yanvargacha kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-dekabrda ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. 30-dekabrda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. 31-dekabrdan 1-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishlarini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 darajada sovuq, 3 darajada iliq. Kunduzi 29-30-dekabrda 5-10 darajada iliq, 31-dekabrdan 1-yanvarda 8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-31-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 1-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. G'arbiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 29-dekabrda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 29-dekabrda 3-8 darajada iliq, 30-dekabrda 5-10 darajada iliq, 31-dekabrdan 1-yanvargacha 2 darajada sovuq, 3 darajada iliqqacha pasayadi. Kunduzi 29-dekabrda 13-12 darajada iliq, 30-31-dekabrda 5-10 darajada iliqqacha pasayadi. 1-yanvarda 7-12 daraja iliq, Navoiy viloyatining shimolida kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 29-30-dekabrda 5-10 daraja iliq, 31-dekabrda 1-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-dekabrda va 1-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 30-31-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 29-dekabrda ba'zi joylarda 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Harorat 29-dekabrda kechasi 3-8 darajada iliq, kunduzi 13-18 darajada iliq. 30-dekabrda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 8-13 darajada iliq. 31-dekabrda kechasi va kunduzi 5-10 darajada iliq. 1-yanvarda kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-dekabrda 1-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 30-31-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 29-dekabrda ba'zi joylarga 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 29-30 dekabrda 6-11 darajada iliq, 31-dekabrda 1-yanvarda 5 daraja iliqqacha pasayadi. Kunduzi 29-dekabrda 14-19 daraja iliq, 31-dekabrda 1-yanvarda 7-12 daraja iliqqacha pasayadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-dekabrda va 1-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 30-dekabrda ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. 31-dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 29-dekabrda va 1-yanvarda 5 daraja iliq, 30-31-dekabrda 2-7 daraja iliq. Kunduzi 29-dekabrda 10-15 daraja iliq, 30-dekabrda 1-yanvarda 8-3 daraja iliqqacha pasayadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 29-dekabrda kechasi 2-7 darajada sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 30-dekabrda kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 5 daraja iliq. 31-dekabrda kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 1-yanvarda kunduzi 5 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda.